Chorvachilik orqali haqiqatan ham boy bo'lish mumkinmi? 3 yillik yoki 2 yil 1 yildan kam emas. 34 dan 35 taga chiqarganmiz uni. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? 100 ta qo'y bilan odam boy bo'lsa bo'ladimi, millioner bo'lsa bo'ladimi? Shiorda deydi endi. Chorvachilikda shunaqa gap bor. Reja asosida qilinadi-ku, har bir ish. O'sha qancha daromad qilgansiz o'sha chorvaning orqasida. 20 millionga olgan molimizni 6 millionga sotgan paytimiz ham bo'ldi. Semizmi? Orqaga qarab ozib ketyapti. Chorvachilikda baribir issiqda kerak bo'lsa, o'tib kelish kerak, issiqda suvini berish kerak. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi paytda o'sha mol boqish foydalimi yoki yer sotib olishmi? Bozorga borayotganlarimiz mashinasidan tushmasdan turib, qo'lidagi setkangiz nima, qaymog'imi yoki qatiqmi deb setkasini kerak bo'lsa tortib talashib yuboradigan. Kelajakda eng qimmat resurs nima bo'ladi? Yermi, chorvami, suvmi? Assalomu alaykum, Sanjarbek, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz Sanjarbek, sizga foydali kanali Insta blogeri va YouTube blogeri Sanjarbek. Qalay, charchamayapsizmi ishlardan? Rahmat, tinchmisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Zo'r aka, Xudoga shukr. Bizni tomosha qilib turgan barchaga assalomu alaykum yana bir bor. Murodjon aka, bizni chaqirganingizdan juda ham xursandmiz. Bugun albatta to'plagan savollaringizga bir qator javob berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa endi savollarimiz bor. Chorva sohasida o'zingiz o'sha chorva blogerligi uchun sizni chaqirdik. Xudo xolasa savollarimiz bor, doim. Xudo xolasa o'sha javoblarni qo'ldan kelgancha, albatta aqlimiz yetganicha albatta javob berishga berib borasiz. Xudo xolasa o'qishni boshlayveraymi? Ha, biz ekan chorvachilik orqali haqiqatan ham boy bo'lish mumkinmi? Albatta, bu narsaga agar rejim bilan qaralsa, tartib bilan qaralsa, bir nimaga erishsa bo'ladi. Bu narsani ko'p aytaman videolarimda ham. Chorva albatta qishloq sharoitida yaxshigina bank desa bo'ladi. Uydagi bank. Misol uchun mol oldi, tartib bilan qaradi, yaxshi yedirib ichirdi, foydasini olib, yaxshigina daromad qilsa bo'ladi. Bu narsani tagi bor. O'zingiz ham shu chorva bilan shug'ullanasiz, o'zingizning uylaringizda? Ha, biz nima desa bo'ladi? Tug'ilganimizdan beri kerak bo'lsa, chorva bilan shug'ullanib, shuni ichida yurganmiz. Ota-bobolarimiz chorva bilan shug'ullanishgan. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? 100 ta qo'y bilan odam boy bo'lsa bo'ladimi, millioner bo'lsa bo'ladimi? Albatta bu narsaga o'zim yoshligimdan qo'y boqqanmiz. Albatta bo'lsa bo'ladi, boy bo'lsa bo'ladi. Chunki men 6-sinf yoki 5-sinfligimda uyimdagilar menga 4 ta qo'ya berishgan, 3 ta so'g'liq, bitta qo'chqor. O'shani 1 yil yoki 3 yillik yoki 2 yil 1 yildan kam emas. 34 dan 35 taga chiqarganmiz uni. Sotib qo'y haqiqatan ayta olaman, barakali narsa ekan. Baraka va juda ham zo'r ekan. Tez ko'payib ketar ekan agar yaxshi qaralsa. Keyin ozgina biz o'rtada ozgina e'tiborsizlik qoldirdik. Endi yosh bo'lganmiz, uydagilar chetga chiqib ketishgan, o'zimizga qolgan e'tiborsiz qolib ketgan. Kasal bo'lgandan keyin kasallikka tez chalinadi deb o'ylayman qo'yda. Shuning uchun hozirgi paytda o'zimiz qo'y boqmaymiz, lekin yaxshi daromad qilsa bo'ladi qo'ydan, agar e'tibor bilan qaralsa rejimini. Shunaqa, o'zimiz ham biz ham qo'y boqamiz. Qo'y aytishgan-ku, o'lishigacha desang, qo'y boqadigan-ku, o'shandek o'lishigacha desangiz, o'sha kasal bo'lishigacha desangiz qo'y boqishga, lekin baraka zo'r. Baraka zo'r. O'zingiz ham nechtadan boshlagansizlar menimcha? Boshida. Xo'p, boshida 20 tadan boshlaganmiz. Hozir nechta? Hozir 2 tadan o'tdi. 2 tadan o'tdi. Xohlasa. Ko'proq pulni qo'y boqib ko'paytirsa bo'ladimi? Topish mumkinmi yoki mol boqibmi? Nima deb o'ylaysiz? Xo'p, endi bu narsa odamni sabriga ham bog'liq. O'zimdan kelib chiqadigan bo'lsa, men lekin 10 ta qo'y emas, 2 ta novvos olib boqqan bo'lardim yoki xunajin. Chunki aytib o'tgandek, hali boshda keldik. Qo'yni kasalligiga to'g'risi men qara olmayman, qo'yga tushuncham yo'q. O'shaning uchun men moldan boshlagan bo'lardim. Siz o'rgangansiz molga baribir. O'zingizda, halizda kelib chiqib. Ha, shunday. Chorvachilikda birinchi 100 millionni topish osonmi yoki keyinchalik abrot qilib turib, ikkinchi 100 million topish osonroqmi? Menimcha yangi boshlayotgan odamga ikkinchi, uchinchilarda topish oson bo'lsa kerak deb o'ylayman. Birinchisi baribir o'rganish, ozgina tajriba ketadi, harakat qilish kerak, izlanish kerak. Undan keyin topsa bo'ladi deb o'ylayman. Chunki chorvachilikda ham o'ziga yarasha sir-sinoatlari bor, o'rganadigan joylari bor. Shunaqa narsa deb o'ylayman. Ikkinchi yoki uchinchilarda albatta yaxshigina foydaga kirsa bo'ladi. Baraka bo'ladi, kengayasiz, baribir optingiz oshadi.
Albatta, misol uchun birinchi boqayotganda odam molni qimmat ratsionda olib kelib, tayyor ratsion olib kelib boqishi mumkin. Ikkinchisida ko'zi ochiladi odamda. Misol uchun, mana kepakda men minchaga olsam, o'zim shu narsani tayyorlasam 4000 ga tushar ekan. Agar tayyorini oladigan bo'lsam 5000 yoki 5500 ga tushar ekan degan narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangi o'rganayotgan odamlar birinchisi emas, ikkinchi, uchinchisidan yaxshigina daromadga kirsa bo'ladi deb o'ylayman aka, o'zim fikrim. Hozir ko'proq o'sha siz nima bilan boqasiz mollaringizni o'zingizni? Chunki baribir iloji boricha arzonroq qilishga harakatini qilish kerak. Albatta, men ko'proq foyda qilish uchun. Albatta, ko'pchilik meni bilishadi, agar rostdan kuzatadigan odamlar bo'lsa, chorvamda o'zim agar boqadigan bo'lsam aka, 2 yoshga to'lguncha, ya'ni yem ko'tarish davriga yetib kelguncha atalar bilan boqaman. Atalar berib boqaman, ungacha tanasi sal yayrab kengayadi, yem yeyishni ko'taradigan holatga kelgandan keyin 3 oy yoki 4 oyda tish yordi deydi endi. Chorvachilikda shunaqa gap bor. Tish yordi degandan keyin yem ratsionini o'zimiz tayyorlab beramiz. Yem ratsioniga endi nimalar kiradi? Sanasi ko'p, shirotlar bor misol uchun, kunjara bor, kepak bor, makka uni, arpa uni, hamma narsani bitta qilib qo'shib qilsangiz bo'ladi, arzonroq tushadi. O'zingiz holatda boqasiz, effektini bergan, tavsiya qilasiz. Albatta, bu narsa o'zimizning kanalimizda ham ko'p videolar chiqqanman, foydasi zo'r. Xo'p, o'zingizda o'sha chorvangizdan kelib chiqqan holatda eng ko'p daromad qilgan qancha bir yil davomida, o'sha 1 yil davomida o'zingiz baribir reja asosida qilinadi-ku, har bir ish. O'sha qancha daromad qilgansiz o'sha chorvani orqasidan? Chorvani orqasidan men sizga bir aniq bir miqdordagi raqamlarni ayta olmayman, daromad buncha topganman deb, lekin aka bitta narsani aytaman. O'zimiz yil davomida bitta maqsad qo'yamiz. Mollarimiz bo'ladi albatta. 1 yil mana mollarni ko'paytiramiz, 20 ta yoki 30 ta qilamiz deymiz. 20 taga yetdimi? O'rnini bo'shatib, misol uchun Instagramda ham yaqinda boshladik aka firmasi degan. Ko'rdim. O'sha joyda oldik. O'sha paytgacha ham 15 ta buqamiz bo'lardi. 15 ta buqani yetiltiramizda, Xudo xohlasa bitta ferma olib, alohida o'sha yoqqa chiqib ketamiz degan narsa bo'lgan. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, bitta aniq bir daromad olmaganmiz, lekin molni boqib bosqichma-bosqich bitta narsaga erishganmiz. Misol uchun mashinalar, uy-joylar, remontlar o'sha mol orqasidan kelgan. Aniq bir daromadni sizga lekin ayta olmayman, lekin to'planib kelishi bor. To'planib kelib olasiz. Xo'p, bozordan qay holatda mol olgan yaxshi? Boqadiganlar baribir ko'rib turganlar bor, qiziqadiganlar bor. Qay holatda mol olish kerak molni o'sha 3 oy, 4 oy davomida boqsa, o'sha yaxshi foyda qiladi. Xo'p, endi aka, agar men xunajin tomondan keladigan bo'lsak, agar xunajinni to'g'risini aytaman, qarisini olishni tavsiya qilmayman. Chunki o'zimiz 2 marta, 3 marta qari mol oldik, qiynaldik. Haqiqatan qiynaldik. Kerak bo'lsa 20 millionga olgan molimizni 6 millionga sotgan paytimiz ham bo'ldi. Bu qari mol olib qo'yganmiz, ya'ni veterinar akalarimiz bilan, ya'ni Jahongir aka, Abdumutallab akalar bilan gaplashganimizda aytishdi. Raza davolashdik, maksimal harakat qildik u molni olib qolishga. Lekin iloji bo'lmadi. Ichida veterinar akalarimiz tashxis qo'yish bo'yicha bola o'lib qolgan, u e'tiborsiz qolingan, o'shaning uchun mol sotilgan degan narsaga keldi. Endi bu taxminiy, bu aniq bir gap emas. Taxmin qilib o'zimizcha gaplashdik. Haqiqatan rostdan ham juda ham ko'p davoladik, dori qo'llarni qildik. Bir oy, 2 oylab tinimsiz qaragan paytlarimiz ham bo'ldi. Semiz mol orqaga qarab ozib ketyapti. 200 kiloli mol, misol uchun 200 kiloli mol 100 kilo yoki 90 kiloga tushib qolyapti. O'shaning uchun demoqchi bo'lganim, bozordan olayotgan odamlar yosh kattasini emas, iloj boricha yoshrog'ini, sog'lomini veterinar akalarimiz bilan yoki bir boshni o'tkazgan tajribali akalarimiz bilan o'tib, yaxshi mol olishni tavsiya qilaman. Qari molda lekin to'g'risi pul arzonroq ekan deb tavsiya qilmayman. Tavsiya qilmaysiz. Agar buqaga keladigan bo'lsak, tezroq daromad qilaman deyshadigan bo'lsa, o'sha yem ko'taradigan, ya'ni 2 yoshga yetib kelgan, tishini yorgan, kurak tishini yorgan buqa olishsa, 3 oy yoki 4 oy yaxshi yemlab turib sotsa, o'shanda yaxshigina foyda qilsa bo'ladi. Yaxshi foyda qiladi. Oyiga 1 million, 1,5 million so'mgacha foyda olsa bo'ladi, agar kasal qilib qo'ymasdan boqsa. Hozirgi yoshlarga IT sohasini tavsiya qilasizmi yoki chorvachilikmi? Endi sharoitdan kelib chiqadigan bo'lsak, agar qishloq sharoitida bo'ladigan bo'lsa,
Chorvachilik ham yaxshi variant, chunki o'zim ham chorvachilik bilan shug'ullanaman. Agar endi odamning o'zini bir fikri bo'ladi albatta. Qiziqish. Chorvachilik yoki IT sohasiga qiziqish. Endi kelib chiqadigan bo'lsak, IT yengil soha. Chorvani o'ziga yarasha og'ir mehnatlari bor, qiyinchiliklari bor. ITniki ham bor, lekin unaqangi bir qiyin joyda yo'q deb o'ylayman. Agar bo'lsa, ming bor uzr, buni tushunadigan akalarimiz. Chorvachilikda baribir issiqda kerak bo'lsa, o'tab kelish kerak, issiqda suvni berish kerak. Shunaqa narsasi bor. ITni ham to'g'ri o'ziga yarasha muhim bir joylari bo'ladi. Lekin agar sharoitdan kelib chiqadigan bo'lsa, chorvani qo'shimcha qilib qo'yishlari yaxshi deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi paytda o'sha mol boqish foydalimi yoki yer sotib olishmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Endi dehqonchilik nazarda tutyapsiz, to'g'rimi? Agar chorvachilik bilan dehqonchilik o'zi bir-biriga bog'liq joyi bor. Agar iloji bo'lsa, ikkalasini ham qilgan yaxshi. Agar imkoniyatlari bo'lsa, chunki chorvachilik qilyaptimi? Ko'chada misol uchun silib sotib olsa, juda qimmatga tushib ketadi. Agar dehqonchilik qilishadigan bo'lsa, anchagina yengilga tushadi. 20 ta molga pullari bor, o'shani 10 ta mol olishsin. 10 tasiga yer olib daromad qilishsa, menimcha anchagina yengillik bo'lishadi. Shunaqa narsa deb o'ylayman. O'zini o'zi bemalol qoplaydi. Albatta, qoplaydi bu narsa. Yeydigan o'sha mahsulotlari o'zidan chiqadi o'sha yerdan. Shunday, o'zimizda ham misol uchun yerimiz bor. O'sha paytida molni to'plab turib, aytganimdek biz molni to'plab turib bir nima qilamiz. Sizga aytganimdek bir to'liq daromad olmaymiz, o'sha molni to'plab turib bir nima olamiz. O'shanda ham xuddi shunday. Molni to'plaganmiz, yer olganmiz. 1 gektar yerimiz bor. Xudoga shukr, makkani ekamiz. Silyosni olib, bosib, mollarimizga beramiz. Ko'chadan sotib olmaymiz. Agar silyos sezon paytida, misol uchun deylik, kilasi 500 so'm bo'ladigan bo'lsa, silyos sezon tugadi va o'sha qishga yetib keldik, mollarga yedirdi. Undan keyin silyosning narxi 700 so'm yoki 800 so'm bo'lib ketishi mumkin. Qimmatli. Shuning uchun bitta o'sha yerni ham qo'shib olishadigan bo'lsa, anchagina yaxshi bo'ladi. Yengil tushadi. Shunday. 1 yilda o'sha o'zingizdan kelib chiqqan holatda o'sha 50 ta moldan qancha daromad qilsa bo'ladi? 50 ta moldan endi xunajimmi yoki buqaga qarab keladigan bo'lsak, endi aka bitta narsa, agar mollaringiz kasal bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu 50 ta molingiz rostdan ham endi ichida bir tiktasi ketishi mumkin. 50 ta mol ham 50 ta shunchaki aytishimiz mumkin, lekin u hazil raqam emas. Mol sohasiga keladigan bo'lsak. Albatta. Xo'p. Buqaga keladigan bo'lsak, oyiga bitta buqadan o'rtacha 1 million hisoblaylik. Oyiga bitta buqadan yem yetgan buqa oyiga 1 milliondan qo'yib berib tursa 50 ta molingiz o'shanda qancha bo'ladi? 600 million daromad qilsa bo'lar ekan. Daromad qilsa bo'ladi. Agar menga kunlik daromad kerak deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, savdo sigir yoki xunajin boqishadigan bo'lsa, xunajinlari bola beradi, bola bergandan keyin sut bo'ladi. Sut kunlik daromad. Agar kunlik daromad sutni o'tkiza olmayman deyishadigan bo'lsa, hozirgi kunda bozorlarda qaymoq yoki suzma yoki qatiqlarga talab juda ham kuchli. O'zlari uni uyda ozgina mehnat qilib, qaymoq yoki qatiq qilib turib bozorga olib chiqsa, buni kerak bo'lsa bilishadi. Bozorga borayotgan akalarimiz mashinasidan tushmasdan turib, qo'lidagi setkangiz nima, qaymoqmi yoki qatiqmi deb setkasini kerak bo'lsa tortib talashib yuboradigan paytga yetib kelganmiz hozirgi paytda. Shunaqa, agar men pulimni bitta to'plab olaman deyishadigan bo'lsa, buqa boqsin. Agar menga kunlik daromad kerak deyishadigan bo'lsa, savdo sigirlarni tavsiya qilaman. Xo'p, nima deb o'ylaysiz siz? Go'sht uchun mol, ya'ni buqa boqqan yaxshimi yoki sut uchun shaqonajin boqqan yaxshimi? Xo'p, endi bu yerda baribir daromadga keladigan bo'lsak, hozirgi paytda mana shu 1 yil yaqin, 1 yil yoki 2 yildan beri bordoqlikka, ya'ni go'sht uchun buqa boqish juda ham qiyinlashib ketdi. Narxlar qimmatlab ketdi. Ko'pchilik buqadan voz kechyapti, chunki o'ziga yarasha mehnati bor buqani. Alohida qarov kerak. Alohida e'tibor, mehr baribir talab qilinadi chorvaga. Yem narxlari qimmat. Shuning uchun o'zim ham buqa boqardim, to'g'risi, buqa boqardim. Hozirgi kunga kelib xunajinga o'tib ketdik. Uyimizda bo'lsa bitta buqa bor xolos. Qolgan hammasi xunajinga o'tib bo'lganmiz. O'sha buqani hozir nima ratsionda boqasiz o'zingiz? Ya ratsion orqali boqasizmi yoki kunjara orqali boqasiz faqat?
Bitta. Hozirgi paytda bir dona kunjaramizga anaqangi ratsion tayyorlab berayotganimiz yo'q. Bug'doyni, makka uni kunjara qo'shib beryapmiz xolos. Lekin natija yomon bo'layotgani yo'q. Daromadga keladigan bo'lsak, hozirgi paytdagi sharoit aka menimcha xunajin. Xunajin yaxshigina daromad olib kelsa kerak deb o'ylayman, o'zimizdan qiyos. Endi kimdadir ratsion boshqacha bo'lishi mumkin. Agar bu qadar hali ham arzonroq aytganimdek, o'zlari tayyorlab ratsion qilib berishadigan bo'lsa, arzon bo'layotgan bo'lishi mumkin. Kerak bo'lsa 2900 so'm yoki 3000 gacha ratsionda bo'layotgan akalarimiz ham bor. Agar buni tushunmaydigan odamlar bo'lsa, 5000, 5500 kam 6000 gacha boqyapti 1 kilo yemni narxiga. Shuning uchun biz hozirgi paytda bu narsadan kechdik. U yog'ini ham qaradik, bu yog'ini ham qaradik. Qarasak baribir xunajin yaxshiga o'xshadi. Yillik bola bor. Yaxshi qarab tursangiz, bitta bola beradi bitta mol 1 yilda. Agar yaxshi qarab tursangiz, kunlik daromad bor. Kunlik daromad. 6-7 oy daromadingiz bor. Sog'li sigirdan sutini sog'asiz. Shunaqa menimcha sog'li sigir deb o'ylayman. Molchilik bilan bir necha yillarda o'sha katta fermaga kengaytirsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi, Murodjon aka. O'zimiz ham shu narsani ustida hozir harakat qilyapmiz. O'zimiz oldin, o'zimiz yashaydigan qishloq sharoitida, xonadonimizda mol boqardik. Yillar o'tgan sari sekin to'plandik, u nimalar orttirdik, shunga yarasha mollarimiz soni ham sekin-sekin ko'payishni boshladi. Qarasak o'zimizning xonadonimizga sig'mayapti. Mollarimiz to'pladik, keltirayotgan foydasiga o'sha ferma sotib oldik. Hozir Xudoga shukr, u yerda qurilish ketyapti. Keyingi yildan boshlab, Xudo xolasa o'sha yerda mollar soni yanada ko'payishni boshlaydi. Bu narsaga ham to'g'ri. Keladigan bo'lsak, shu yillar davomida bemalol qilsa bo'ladi. Bu narsa ozgina e'tibor, harakatga bog'liq. Harakat shu narsalar talab qilinadi. Hozir sizga 500 million pul berilsa, siz chorva qilarmidingiz yoki boshqa biznesga bir harakat qilib ko'rarmidingiz? Xo'p. Bu yerda menda ikkita yo'l bor, Murodjon aka. Agar 500 million pul mana shu yerga qo'yiladigan bo'lsa, deylik 200 millioniga mol olaman. Qolgan 300 millioniga boshqa ish qilaman. Chunki 500 million pul endi chorvaga nima desa bo'ladi, ozgina ko'proq. Shuning uchun aytaman, 200 millionni chorvaga, qolgan 300 millionni parandachilikka bursam yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki parandachilikda ham o'ziga yarasha anchagina daromad bor. Tavsiya qilasiz? Tavsiya qilaman albatta. Chunki o'zingiz ham o'sha video qo'yib borasiz. Qo'yib borganda bir ko'rib, borgandan keyin tanishgansiz. Albatta. Tavsiya qilasiz baribir. O'sha aytganimizdek o'zimizni fermamiz ham qilyapmiz, Xudo xohlasa, u yerga o'sha chorvachilikda ham, yoniga parandachilikda ham qo'shish niyatimiz bor, Xudo xohlasa. Hozirgi yoshlar o'sha chorva sohasini mensimayapti-da. Albatta, ko'p bo'lyapti. O'sha siz unga nima deb aytasiz? Xo'p, bu narsada chorvani mensimayapti haqiqatan ko'pchilik. Oldin deylik, o'zimizning qishlog'imizda ham bitta mahallada bo'lsa, 10 ta uy bo'ladigan bo'lsa, kamida 7 ta yoki 8 tasida mol bo'lardi. Hozirgi paytda 10 ta xonadondan kerak bo'lsa 2 ta, ko'p bo'lsa 3 ta xonadonda mol bor xolos. Chorva haqiqatan ko'pchilik qiziqmayapti, boqmayapti. Bu chorvaga albatta e'tiborni qaratish kerak. Chorva boqsa yaxshigina daromad qiladi, ko'pchilik yengil hayotga qiziqib ketishyapti. Shunaqa. Buni tagi bor, albatta. Misol uchun bo'rdoqiga boqadigan bo'lsangiz, go'shtni misol uchun har doim oladi. Siz ham kerak bo'lsa bir oyda bo'lmadi deganda 2 kilo go'sht olasiz. Albatta. Go'sht har doim o'tadi. Sut har doim ichadi odam. Qaymoqda oladi yoki bir pishiriq qiladi. Shuning uchun chorvadan ketish kerak deb o'ylanma. Chorvaning albatta tagi bor, daromadi yaxshigina. Harakat qilsa, ko'p valini daromad qilsa bo'ladi. E'tiborsiz qoldirishmasa, albatta yaxshigina daromad topsa bo'ladi. Bu yaxshi biznes. Misol uchun, men bu yerda yana bitta narsa tavsiyam aytib o'tib ketaman. Mendan yoshroq bolalar bo'ladigan bo'lsa, ba'zilari chet davlatlarga ishlagani ketishadi, ba'zilari o'zimizning davlatlarda oylik ishlarga chiqishadi. Oylik ishlarda ishlab turib, misol uchun, ikkita sog'li sigir olib qo'yishadigan bo'lsa, u narsa yillar davomida ko'payadi. O'zining ko'zini yonida o'sgan mol baribir sekin ko'payib, Xudo xohlasa, uylangandan keyin ham u chetga chiqish shart emas.
o'sha mollarni o'zi kerak bo'lsa ro'zg'orni tebratadi. Bu narsa o'zimizdan o'tayotgan narsa. Kelajakda eng qimmat resurs nima bo'ladi? Yermi, chorvami, suvmi? Xo'p, men bu yerda anchagina o'ylab javob beradigan narsa bor. Menimcha agar keladigan bo'lsak, chorva unaqangi osmon narxida bo'lib ketmasa kerak deb o'ylayman. Chunki chet davlatlardan kirib kelyapti mollar, kerak bo'lsa go'shtlar kirib kelyapti. Chorva har tomondan kirib kelyapti. Endi yerga keladigan bo'lsak, lekin yer yildan yilga qimmatlayapti, arzonlaganini bilganim yo'qman. Bu yil misol uchun 1 sot yer 10 million bo'ladigan bo'lsa, keyingi yilga kelib 17 million yoki 15 million bo'lyapti. Chorvadorlar o'sha mol boqish, o'sha qo'y boqishni qimmat bo'lib ketyapti, rasxoti ko'payib ketyapti deydi. Albatta. O'shanga nimadir maslahat bera olasizmi? Xo'p, rostdan ham bu narsa endi talab bo'lgan joyda narx oshib bo'ladi albatta har doim ham. Chorvada ham xuddi shunday. Misol uchun oyiga odamlar kundan oyiga 100 kilo kunjara sotyapti deylik. Keyingi oyga kelib o'sha odam 200 kilo olyapti. Albatta narx ko'tarilish bo'ladi deydi. Shuning uchun deyolaman, albatta chorvani yengillatsa bo'ladi, ozgina izlanish kerak, harakat qilish kerak, ozgina sarmoya qilish kerak bu narsaga. Endi qaysi tomondan sarmoya qilish kerak? Misol uchun deylik, o'zim boshimni o'tkazgan narsa oldin uyimizda drabilka degan narsa bo'lmasdi. Faqat jodi bo'lardi, qo'lda kesardik. Anchagina vaqt ketardi, kerak bo'lsa bezilatgan. O'sha narsalarning orqasidan biz o'rtada 2 yil mol boqmay qo'yganmiz. Umuman mol boqmay qo'yganmiz. Qishda ayniqsa odamni jonini o'tkazib yuborardi. Sovuqda. Keyin zamonlar rivojlandi, ozgina internetga kirdik, qaradik, qidirindik, mol boqishga yana qiziqish bo'ldi. 2 yildan keyin baribir sog'inch bo'ldi chorvani. Undan keyin drabilka degan narsa chiqdi. Drabilkani oldik. Xudoga shukr, hozirgi paytda 3 soat ketayotgan, qo'lda kesayotgan jog'dagi o'timizni yarim soatda drabilkamiz xalqqa beryapti. Bu bitta qulaylik emas. Qulayliklar juda ham ko'p. Bo'rdog'iga buqa boqasiz, aytganimdek, agar yem ratsionlarini to'plab beradigan bo'lsangiz, sezonda 1 kilo bug'doyda fermerlarga pul berib qo'yadigan bo'lsangiz yoki o'sha paytda oladigan bo'lsangiz, 2,5 ming yoki o'tgan yil 2200 dan olganmiz o'zimiz. 5 tonna olganmiz 2200 dan. Keyin sezon tugadi, bug'doylar o'zi hamma egalariga ketdi, sotilib bo'ldi. Undan keyin o'sha bug'doylar 3,5 mingdan ham top bo'lmay qoldi. Biz o'sha paytda olib qo'yganmiz. Keyin olib qo'ygan bug'doyimizni biz ko'chadan tayyor un holatini sotib olmadik. Baribir bu olgan bug'doyimiz molimizga berishimiz kerak, molimizga yedirish uchun olganmiz. Keyin bu yerda bitta narsa sotib olmadik ko'chadan. Sotib olmadik, faqat o'sha bug'doyni drabilkada chiqarib maydalab berdik. Kepak holatda chiqarib berdik. Makkani ham xuddi shunday. Makkani ham kerak bo'lsa sezonida boshog'li bo'ladi-ku, dumbil deydi bizda. Sizlarda nima deydi? Albatta kommentariyada yozib ketinglar bu narsani. Bizda dumbil deydi. Dumbila bilan o'sha narsani chiqarib berdik. O'sha dumbili bilan olganmiz 2,5 ming so'mdan olganmiz. 2400 dan yoki 2,5 mingdan olganmiz. Agar bu narsani biz yem do'konlaridan oladigan bo'lsak, 5 ming so'm yoki 4,5 ming so'mdan olganmiz paytida. O'sha oldinlari. Drabilka haqiqatan anchagina qulaylik, chorvadorlarning og'iriga anchagina yengillik qilib qo'yilgan narsa deb o'yladim. Bu narsa o'zini oqladi ham. Shuning uchun agar drabilka olib qo'yishadigan bo'lsa, ko'chadan 4,5 ming, 5 mingga emas, o'shani sezonda ko'proq olib qo'ysa, 2 ming yoki 2200 so'mdan olib, bemalol o'zlari maydalab o'zlari chiqarib bo'laveradi. Drabilkani haqiqatan qulayligi juda ham zo'r. O'zim chorva boqadigan akalarga tavsiya qilaman. Bu narsa reklama emas. Bu chin dildan beriladigan tavsiya bo'ldi. Biz bilasiz, biz o'zimiz ham drabilka chiqaramiz. O'sha drabilka mishalga chiqaramiz. Birga ishlaganmiz, hozir ham ishlayapmiz. Tanishmisiz bilan? Hozir ham ishlayapmiz. Tavsiya qilasizmi yurtdoshlarimizga? Drabilkanimi? Albatta aytib o'tganimdek, bu narsani tavsiya qilaman. Har bir uyda kerak bo'lsa bitta yoki ikkita moli yoki qo'yi bo'ladigan bo'lsa ham bu narsani olishlarini tavsiya qilaman. Olishsin, albatta ko'rishadi. Qanaqa biz jon kuydirib gapirayotganimiz bu narsa haqida. Xohlasa. Bundan bitta narsani yana ayta olaman. Biz yangi fermamizga bordik, qurilish qilyapmiz. Baribir mollarimiz o'sha yoqda, o'zimiz o'sha yoqda bo'lganimiz uchun bu yerda yashayotgan xonadonimizdan fermaga vaqtinchalik ko'chirib ketganmiz mollarimizni. U yerda hali unaqangi drabilka kirib bormagan ekan.
kirib bormagan. U yerda qo'ni qo'shnilarimiz ko'rdi. Haqiqatdan ular ham jodida kesishgan. Chiqishdida bu nima deyishdi? Drabilka shunaqa desak qiziqishyapti-da, nima qiladi? Ko'pchilik tushunishmas ekan Drabilkani. Ko'rmaganlar bor. Bu faqat o't chiqaradimi deydi. Yo'q, bu don mahsulotlarini ham, bug'doylarni ham chiqaradi desak, dedi, qiziqib chiqib ketishdi. 1 oy yoki 1,5 oydan keyin chiqishyapti-da. Shunaqa menga bitta Drabilka olaylik dedi. Avval kuni o'zim sizga telefon qildim, qo'shnimga olib borib berdim. Hozir qo'shnim kerak bo'lsa havasga ishlatyapti, ishonasizmi aka? Yonma-yonmiz, baribir ustida ishlayapti, u yerda o'zimiz birga yuribmiz. Har kuni obedda dam oltirishyapti xolos. Var etib somonlarni, menimcha ancha somonlarni chiqarib tashladi. Keyin ko'chada ko'rishib qoldik, bu zo'r narsa ekan deyishyapti-da. Qandaydir o'zlarini xursand bo'lib aytishyapti. Drabilkaga haqiqatdan chorvadorlarda anchagina ehtiyoji bor deb o'ylayman bu narsaga. Olishlari kerak, tavsiya qilaman. Xo'p, kimgadir Chusmaster, ya'ni Chusmaster Drabilka chiqaramiz, brendimiz. Kimgadir kerak bo'lsa 2,100,000 so'mdan 2,700,000 so'mgacha butun respublika bo'yicha xonadoningizgacha yetkazib beramiz. Eng zo'r joyi 1 yil kafolat beramiz. Yozma ravishda. Albatta bu narsani o'zimiz ham ishlatamiz, o'zimizning xonadonda ham bor. Tavsiya qilib qolamiz albatta bu narsani. Chorva bilan chorvaga qiziqayotgan yoshlarga tavsiya berasizmi? Chorva bilan o'sha shug'ullanish uchun? Bu narsani o'ylanmasdan javob beraman. Albatta boqishlarini tavsiya qilaman aka, chorvani. Chorvada albatta baraka bor o'ziga yarasha. Qilish kerak, lekin boshlab turib bu narsani e'tiborsiz qoldirib yuborsa bo'lmaydi. Keyin yana bitta narsani foydali ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketishimiz kerak. Mol olishdim albatta uni o'ziga yarasha vaksinalari bor. Veterinar vrach akalarimiz bilan maslahatlashib, sezonlik kasallarga vaksinalarni qildirib qo'yishsa, albatta boqayotgan chorvalari yaxshi bo'ladi va kasalliklardan yiroq bo'ladi. Chorvani boqish kerak, qaytish kerak emas, faqat qiziqishyaptimi, boqish kerak, bosish kerak. Orqasidan anchagina yaxshi daromadlar bor. Bozor deyarli отказ qilmaydi chorvani. Bordoqlikka ham buqa boqyaptimi? Oladi. Qassob ham oladi, kerak bo'lsa bozor ham oladi. Aytganimdek, sog'di sigir ham xuddi shunday. Sutini ham oladi, qatig'ini ham oladi, ozgina mehnat qilib boqishsa bo'ldi. Tavsiya qilaman albatta. Rahmat. Xo'p, endi ko'p vaqtingizni olmaymiz. Hozir siz bilan endi qilgan podkastimiz yurtdoshlarimizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, Xudo xolasa videomizga bitta like bosib, alilarni fikrlarini kommentariyada qoldirsalar, Xudo xolasa bundan keyingi o'sha kanallarimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan keyingi o'sha bloger akalarimiz, chorva bilan shug'ullanadigan fermer akalarimiz bilan Xudo xolasa suhbatlarni o'tkazib yubormaydilar. Albatta. Bitta narsani so'rab olardik kuzatuvchilarimizdan, agar qandaydir hayajon yoki kamchiliklar, noto'g'ri gap gapirib qo'ygan bo'lsak, bu narsani aybga buyurmaysizlar, kommentariyada shu narsani mana bu joyda noto'g'ri gapirib qo'yding deysiz, albatta keyingi podkastlarda Xudo xolasa narsalarni ustida ishlab to'g'rilab ketishga harakat qilamiz mana joyga. Keyingi sonlarda qaysi chorva blogerlarini ko'rishni xohlaysiz? Fikringizni kommentda qoldiring. Xudo xolasa inobatga olamiz.